Assalomu alaykum. Pinduodo'dan buyurtma bergan mahsulotlarimiz yetib keldi. Bugungi videomizda ushbu mahsulotlarni, ya'ni ushbu posilkalarni hammasini bir-bir ochib obzor qilamiz. Demak, obzorimizni boshladik. Albatta, mana bu pichog'imiz yordamida ochamiz. Bizga yetib kelgan mahsulotlar barchasini bundan avvalgi videoda Pinduodo'dan mahsulot zakaz berish to'g'risidagi videomizda buyurtma qilib, yetib kelgandan keyin obzor qilishimizni aytgan edik. Mana yetib keldi va obzor qildik. Bu yerda obzor qilyapmiz. Bu yerda avia kargo orqali yetib kelgan mahsulotlar bor, avto kargo orqali yetib kelgan mahsulotlar ham bor. Ular to'g'risida ham birma-bir sizlarga ma'lumot berib o'taman. Mana bunday qilib posilkalarni ochib, ichidan nima chiqishini ko'rsatib, yo'l kirasi qancha bo'lgan, bular haqida ham ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, demak, ustiga yozib ketgandek, xo'p, avia kargo orqali yetib kelgan $1.17 yo'l kira to'langan. Mana shu mahsulot uchun $1.17 yo'l kira to'langan. Esladingiz-a? Agar avvalgi videoni ko'rgan bo'lsangiz, hozir bundoq ko'rsatmaylik, mana bittasini o'zini ko'rsataylik. Endi bu mahsulotimizni Pinduodo'dagi narxini ham ko'ramiz. Bu kovrik ekan. Kovrik. Kompyuterda foydalanish uchun, sichqoncha yordamida foydalanish uchun. Mana bu telefondagi rasmi deylik. Sizga bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketaman, o'zini rasmi, internetdagi Pinduodo'dagi rasmi. Hamdagi narxi biz buyurtma qilgan holatimizda narxi $4.46 bo'lgan ekan. $4.46 hozir dollarda necha pul bo'lishini ko'ramiz. 4.46 bu 61 sent. 61 sentga mana shu ikkitasini buyurtma qilganmiz hamda $1.17 yo'l kira oldi. Jami taxminan $2 yetgan pul bo'ldi mana shu ikkitasi. Endi o'zimizda ham shunaqa narx bo'lishi mumkin, lekin bunaqa noodatiy ko'rinishdagisini menimcha o'zimizdan topish qiyin. Endi shu yerda shu mahsulot ko'rinishida sizga bu mahsulotlar necha kunda kelganligini ko'rsatib beraman va qanday qilib tekshirishni ham sizga tushuntirib o'taman. Mahsulotimiz qo'limizga necha kunda yetib kelganligini tekshirish uchun bizga shu mahsulotni trek nomeri kerak bo'ladi. Trek nomer mana shu raqamlar trek nomer hisoblanadi. Mana bu yerda biz mahsulotni qachon buyurtma berganimiz sanasi bor. Demak, 2025-yil 19-mart 03:19 turibdi. 19-martda buyurtma berganmiz. Mana shu trek nomer orqali biz shu mahsulotni qachon kelganligini ko'rib olishimiz mumkin. Demak, ushbu mahsulotimizni hozir mana Pinduodo'dan zakaz berilgan narsasini topamiz. Ana oxirgi raqamni ko'rishingiz mumkin 3187. Bu ham mana 3187. Demak, ushbu trek nomerni ko'chirib olamiz. Mana bu belgini bo'lsa ko'chirib oladi va Telegramda mana bu BTB Cargoning trek nomerlar bilan ishlaydigan boti bor. Mana shu trek info bot, adminlar bu bot to'g'risida ham ma'lumot berishadi sizga. Mana shu yerga shu trek nomerini tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda yozib qo'yibdi. Xitoy omborida 25.03.2025 da Xitoy omboriga yetib kelgan. Xitoy ham katta davlat, juda katta hudud. O'shuning uchun siz buyurtma bergan mahsulotingiz skladga qachon qabul qilinganligi eng muhimi. Biz 19-mart kuni buyurtma berganmiz. Xitoy omboriga 25-mart kuni qabul qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Xitoy ichida ham o'zi 6 kunda dastavka qilib yetkazildi. Endi bu partiya, bu posilkamiz Avia 14 da yetib kelgan. Ya'ni Avianing 14-reysida yetib kelgan. Endi BTB Cargoga o'tamiz. BTB Cargoning kanaliga kirib, Avia 14 qachon kelganligini qaraymiz. Xo'sh, Avia 17, Avia 15, hamda mana Avia 14 mana 25.03 da kuni yuborilgan Avia 14 8 kunda yetib keldi deb yozilgan ushbu xabarga mana 2-aprel kuni yozilgan ushbu xabar. Demak, ushbu mahsulotimizni biz 19-mart kuni buyurtma bergan bo'lsak, 2-aprel kuni O'zbekistonga yetib kelgan. Lekin shu mahsulot 25-mart kuni Xitoydagi skladga yetkazib berilgan. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Agar Xitoydagi skladdan O'zbekistonga yuborilgan kunni hisoblasak, mana 8 kunda yetib kelibdi. 2-aprel kuni chiqqan, 31 oy bo'lgan mart. Agar biz buyurtma bergan kunimizni hisoblasak, unga 6 ni qo'shsak, 14 kunda qo'limizga yetib kelibdi. Mana shu posilka, aynan mana shu posilka. Endi qolganlari ham har xil. Ba'zilari ertaroq, ba'zilari kechroq yetib kelgan. Mana shunday qilib necha kunda yetib kelganligini va
mahsulotingiz qayerda, skladda qabul qilinganmi, qabul qilinmaganligini va qaysi reys bilan O'zbekistonga kelishini sizlar mana shu bot orqali bilib olishingiz mumkin. Keling endi mana shu mahsulotimiz, mana shu posilkamizda nima borligini sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Buni yo'l kirasini ham aytib o'tishim kerak. Aviya orqali kelgan $6.58 yo'l kira to'langan. $6.58. Bu o'zimizni o'zbek so'miga hisoblasak 80 ming so'm atrofida yo'l kira to'landi. Endi bu formamiz bu kiyimimiz demoqchiman. Real Madrid. Real Madridning nechanchidir yilgi formasi. Ekipirovka komplekti. Xo'sh, Made in Thailand deb yozilgan. Xuddi originaldek-da, xuddi originaldek. Mana Adidas brendi turibdi, Adidas. Abidos emas, Abibas emas, haqiqiy originaldek. Original deb shuni aytiladi o'zi aslida. Endi originallarga ham Made in China deb yozib qo'ymaydi. Juda ko'p narsa Xitoyda chiqadi, lekin mana shunday boshqa original kompaniyalar nom bilan sotiladi. Endi ushbu mahsulotimiz Taoboda nech pulligini ko'ramiz. Pinduododa nech pulligini ko'ramiz. Biz qanchaga buyurtma berganimizni ko'ramiz. 93 yuanga buyurtma qilibmiz. $12.71. $13 deydigan bo'lsak, $7 yo'l kira bilan $20 mana shu mahsulot bizga yetib keldi. Qoyil. Xo'p, endi keyingi mahsulotimiz avto orqali kelgan 42 sent yo'l kira to'langan. Ko'ryapsiz-a? Buni og'irligida minimalka yo'q. Siz mana shunaqa kichkina narsa zakaz bersangiz, taroziga qo'yib, qancha yo'l kira chiqsa, o'shalisini o'zini to'laysiz. Lekin bitta narsa muhim, hozircha BTB Kargoning faqat Namanganda filial bor. Shuning uchun siz qaysi shaharda bo'lsangiz, o'sha shaharga yuborilishi uchun mahsulotingizni Namangandan o'sha shaharga yuborilishi uchun yana qo'shimcha yo'l kira to'lab qabul qilib olishingiz kerak. Shuni ham yodingizdan chiqarmasligingiz kerak. Bu ham 0319 da buyurtma berilgan. Endi avto orqali tilak nomer kiritilsa, bunda avto orqali deb ko'rsatadi. Buni nima narsa ekanligini esladim. Hozir joyiga qo'yib olay, terib olay, ko'rsataman. Mana bunaqa holatda kelibdi. Mana bu korobkasi. Bu nima narsa ekanligini sizga rasmini ko'rsataman. Mana burunga o'rnatib olish uchun maxsus magnit. Videoda reklamalarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu mahsulotni ham nech pulga olinganligini sizga hisoblab beraman hozir. 15 yuanga buyurtma qilinibdi. 15 yuan bizda juda ham arzon. Yo'q, 15 yuanimiz $2.05 bo'lyapti. 15 yuanimiz $2.05. Mana bunaqa magnitlar ham bor ekan. Bu qayta foydalanish uchun albatta. Qiziq narsa, o'zimiz bozorlarda ham bu ommalashib ketdi, lekin nech pulligini bilmayman rosti. Endi kimgadir qiziq shu narsa, lekin mana bemalol Pinduododan zakaz bersa bo'ladi. Keyingi posilkamiz aviya orqali kelibdi. $1.40 yo'l kira olingan. $1.40. Bu trenajyor. Mana bunday qilib boshga kiyib olinadi. Hamda mana bu meshoklari. Mana bu yerga bo'ylab turib shug'ullanish uchun. Qiziq narsa. Voy. Sifatli ishlangan. Endi Xitoyniki bu, lekin sifatli. $1.40 yo'l kira. Endi shu mahsulotning narxini ko'radigan bo'lsak, 981 yuan. 10 yuan deylik, 981. 10 yuan deylik. $1.37 mahsulotning o'zining narxi. Mana shu endi BTB Kargoning afzalliklaridan biri, katta narsa, kichkina narsa, ko'p yoki oz deb o'tirilmaydi. Xohlagan narsangizdan xohlagancha buyurtma bersangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, mayli kichkina narsalar ham yetib kelaveradi.
Hop, bundan ham kichkina narsalar bor ekan. Mana bu yerda mana 38 sent yo'l kira olingan mahsulot bor ekan. 38 sent bu degani taxminan endi 5000 so'mmi yoki 6000 so'mmi yo'l kirasi. Xitoydan O'zbekistongacha 6000 so'm atrofida yo'l kira to'langan mana shu uchun. Shuni ochib ko'ramiz. Nima ekan bu? Mana. Batareykalarni zaryadlash uchun mana bunday universal zaryadnik. Bu yerga batareykani qo'yiladi. Har qanaqa qayta zaryadlanuvchi batareyka katta kichikligi sig'adi. Endi bu mahsulotning narxini ham ko'ramiz va avto orqali necha kunda yetib kelganligini ham ko'ramiz hozir sizlarga. Demak, narxi 8,5 yuan ekan. Trek nomer yordamida biroz avvallar ko'rsatib berdim. O'sha yordamda bu yerda necha kunda kelganligini ham ko'rsatib beramiz. 22.03, ya'ni 22-mart kuni Xitoydagi skladga qabul qilingan ekan va avto 9 da yetib kelibdi. Endi avto 9 necha kunda yetib kelganligini ko'ramiz. Demak, 11-aprel kuni avto 9 16 kunda qabul qilinibdi. 23-kuni Xitoydagi skladdan yuborilgan avto 9 biz buni 19-mart kuni buyurtma berganmiz. 22-mart kuni BTBni Xitoydagi skladga qabul qilingan. 3 kundan keyin yetib borgan va 23-mart kuni avto 9 Xitoydagi skladdan O'zbekistonga yuborilgan hamda 11-aprel kuni 16 kunda O'zbekistonga yetib kelgan. Biz buyurtma bergan kunimizni qo'shadigan bo'lsak, 3 kunni qo'shadigan bo'lsak, 23 bo'lsa 4 kunni qo'shadigan bo'lsak, 20 kunda avtokargo mana qo'limizga O'zbekistonga yetib kelibdi. Mana shunday qilib necha kunda yetib kelganligini ham aniqlab tekshirib olsak bo'ladi. Endi kattaroqlardan ham ochamiz, kattaroqlardan. Masalan, mana bu korobka. Xo'p, aviakargo orqali kelibdi. $21.88 yo'l kira to'lanibdi ushbu korobka uchun. Ko'ryapsiz-a, kattaroq, og'irroq narsa bo'lsa, yo'l kirasi ham qimmatroq chiqadi. Shuning uchun siz nima narsa buyurtma qilayotganingizni, uni og'irligini bilishingiz muhim hisoblanadi. Ajoyib. Mana. Soat kolleksiyasiga qiziqadiganlar yoki ko'pgina soat borlar uchun maxsus quti. Soatlar uchun quti. Idishiga gap yo'q lekin, juda chiroyli ishlangan ekan. Lekin buni bunaqa og'ir va kattaroq narsani aviakargo orqali buyurtma bermasligini tavsiya qilamiz. To'g'ri, tez yetib kelgan. Aytaylik, 10 kunda yoki 14 kunda yetib kelar, lekin yo'l kirasi $21.88. $22 ga to'g'ri kelyapti. Agar avtokargo orqali buyurtma berilganda, taxminan $15 atrofida yo'l kira bo'lishi mumkin edi. Demak, biz 42 yuanga yoki 43 yuan deylik, 43 yuanga buyurtma qilibmiz shu mahsulotni. 43 yuan hozir kunda $5.89 ga to'g'ri kelar ekan. $6 mahsulot $22 yo'l kira olmoqda. Ko'ryapsiz-a? Shuning uchun nima buyurtma qilayotganingizni o'zingiz ham yaxshilab bilishingiz kerak. Keyingi posilkamiz mana bunaqa kattaroq posilka. Ochib ko'ramiz. Bunun ichida nima bor? Koptok. Molten top. Qo'yil. Albatta buni pishirish kerak. Havo berish kerak bunga. Qo'shimchasiga mana bunaqa kichkina nasos, iglka to'pni damlash uchun va mana bunaqa to'p uchun maxsus sumka ham berishibdi. Endi Molten brendi agar bilsangiz, katta futbollarda xomiy ushbu to'p va mana yetib kelibdi. Ushbu mahsulotimizni hozir yo'l kirasini ko'rmaymiz. Demak, aviya orqali kelgan $5 yo'l kira olibdi. $5.09. Endi Pinduoduo'dagi narxini ko'ramiz. 59 yuanga sotib olibmiz. 59 yuan. $8 yo'l kira bo'lgan. $8 mahsulot, $5 yo'l kira. Ko'rinishdan sifat yaxshiga o'xshayapti.
Keyingi mahsulotimizga o'tamiz. Mana bunday korobkadagi mahsulot. Xo'p, GK degan narsa bor. Yana ushbu mahsulotni biz aviakargoga buyurtma berganmiz, lekin aviakargoda O'zbekistonga olib kelish taqiqlanganligi uchun avtokargodan bizga yuborishgan. Ya'ni shu mahsulotni biz aviakargoda olib keltirish uchun aviakargo manziliga yuborganmiz, lekin bu aviakargoda taqiqlanganligi uchun bizga bu mahsulotni avtokargo orqali yuborishgan. Taqiqlangan mahsulot deb qoldirib yuborishmagan. Bu tarafi ham bor, yaxshiligi O'zbekistonga baribir yuborib berishdi. Oho, mana. Mashina. Demak, ushbu mahsulot aviakargoda taqiqlanganligi uchun avtokargoda yetib keldi. Qanaqa mahsulot endi bu mana. Barcha eshiklar ochiladi. Oldingi kapot ham ochilishi kerak edi. Mana oldingi kapot ochiladi, orqa eshiklar ochiladi, bagajchi ham ochilar ekan mana. Qoyil. Bu batareykasi bor ekan, nima qiladi bu? Batareykasi bor, qayerdan yoqiladi? Hozir ko'ramiz. Ha. Chiroqlar yondi. Xo'sh, chiroqni o'zi yoqilibdi. Endi bunda on qilib qo'ydik. Endi nima bo'ladi? Bu yerda signal beradi deyilyapti. Bu Lamborghini Urus, adashmasam. Endi mana shu ham kepti. Mana buyurtma qilib ko'rdik. Buni sababi aviakargodan yuborilmaganligi sababi ichida batareykasi bor. Shuning uchun siz ham batareykasi bor mahsulotlarni aviakargodan buyurtma qilmasligingizni tavsiya qilamiz. Va eng asosiysi, aviaga taqiqlangan narsa buyurtma qilib qo'ysangiz, avtodan yuborishadi. O'sha yerda qolib ketmaydi. Xo'p, keyingisi mana bunday korobkamiz. Avtoda $1.76 yo'l kira olibdi. $1.76. Mana batareyka ham berishibdi. Endi ushbu mahsulotimiz mana kalkulyator. Qarang, qanday chiroyli kalkulyator. Mexanik klaviaturaga o'xshaydi. Zo'r. Endi ushbu mahsulotning Pinduodu'dagi narxini ko'ramiz. 13 yuan ekan do'stlar, 12.9 yuan. 13 yuan deylik. Bu $1.78 teng ekan. O'zimiz bozorlarda ham beradi. Hozir yo'l kirasi bilan $1.78, yo'l kirasi $1.76, $3.5 boryapti, 40 ming, 50 mingga. Bundan yaxshiroqlarni ham olsa bo'ladi, lekin ko'rinish ajoyib. O'zgacha usulni yoqtiradiganlar va hammada bor narsani xohlamaydiganlar, boshqacha narsalar xohlaydiganlar uchun mana shu Pinduodu'dan o'zingizga xohlagan, o'zingizga yoqqan, didingizga mos mana shunaqa mahsulotlarni ham buyurtma qilsangiz bo'ladi. Keyingisi aviy orqali kelibdi. 91 sent yo'l kira olibdi. Nima ekan hozir bu endi? Nima narsa ekan bu? 91 sent yo'l kira to'langan. Bu trenajyor. Boyaga ko'p tokimizni damlab, mana shuni ichiga qo'yib, buni belimizga bo'ylab olsak, bemalol to'p bilan mashqlarni bajarishimiz mumkin. Videosini qo'yib qo'yaman, reklamasini o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. $13.9 yuanga, $14 buyurtma qilibmiz. Buni ham hisoblasak, taxminan $2 atrofida. Taxminan o'sha $2 atrofida mahsulot. Yo'l kirasini qo'shsak, $3 bo'libdi. Bu ham arzon kelgan. Aviakargoda kelib turib shunchalik arzon kelgan. Xo'sh, yana ikkita kichkina narsalarimiz bor. Mana bunaqa bitta mana bu hamda bitta mana bu katta korobkamiz bor. Keling, kichkina narsadan bittasini ochamiz.
Fonarik ultra binafsha rang yonadigan. Ko'ryapsizmi? Qanaqa yonyapti? Kamerada qizil ko'rsatyaptimi? Menga safsar rang, siyoh rangga o'xshagan ko'rinyapti, lekin kameraga qizil ko'rinyapti, adashmasam. Xo'sh, bu fonarimiz avtoda kelgan. Aviyada mumkin emas, chunki ichida batareykasi bor buni ham. Mana zaryadlanadigan ekan. Batareykasi bor, aviyada mumkin emas. 42 sent yo'l kira olinibdi. Mahsulotimiz ham bunaqa qimmat bo'lmaydi, bu aniq. Hozir ko'ramiz, necha pullik mahsulot ekan bu? 10,5 yuanlik. 1,5 dollar atrofida. Keyingisi, nima ekan kichkina narsalardan? Bo'ldi. Bu xo'p, aviya orqali kelgan 18 sent yo'l kira olibdi mana shu narsaga. 18 sent, do'stlar. 18 sent. 1,5 ming so'm bo'ladimi yoki 2 ming so'm bo'ladimi? Xitoydan O'zbekistonga yetib kelguncha. Buni rasmini ko'rib qo'ying, buni ochganim bilan baribir foydasi yo'q. O'zim hozir buni ko'rsatib bera olmayman, nima narsa ekanligini. Endi mahsulot o'zini ko'radigan bo'lsak, necha pulligini? 469 yuan. 18 sent yo'l kira bo'lgan, 469. 64 sent yo'l kira bo'lgan. Demak, 1 dollarga bormagan narxdagi mahsulotni yo'l kirasi bilan hisoblasa ham 1 dollarga bormabdi mana shu mahsulot. Bizga yetib kelguncha. Balki o'zimiz bozorlarda bundan ham arzondir. Balki biz bozorlarda yo'qdir bu narsa, lekin mana shu mahsulot 18 sent yo'l kiraga yetib kelibdi. Aviya orqali kelgan 2 dollar 51 sent yo'l kira to'langan. Mana Benjamin Brat rasmlar tushirilgan. Sochiq. Va yarmini ochdim, bu to'liq katta. Ko'rishingiz mumkin. Lekin yupqa ekan. Sochiq desa bo'ladimi, bilmadim. Mana shu ham kelibdi. Buni ham narxini ko'rsatib beraman. 13.20 yuan. Bu degani 2 dollarga yaqin summa va nihoyat so'nggi bizning qo'limizdagi posilka yozib qo'yibdi, o'zi Skechers deb yozib qo'ygan krossovka. Ushbu mahsulotimiz brend tovar bo'lgan, 10 dollar 67 sent yo'l kira to'langan brend tovar. Avto orqali yuborilgan, lekin brend tovar bo'lgani uchun brend mahsulotlarga qo'shimcha yo'l kira hisoblanadi. U ham katta emas, adminlarga yozsangiz uni ham tushuntirib berishadi. Brend mahsulotlariga nech puldan olinishi va mana o'zining original korobkasi bilan birga kelgan. Qarang. Haqiqiy original mana. Mana bunaqa birkalari ham bor ekan. Xo'p. Bu chiroyliligini qarang. Yangiligida hidlab ko'rsa bo'ladi. Qarang buni chiroyliligini. Endi Pindododagi narxini ko'raylik. Ko'rinishi juda ham chiroyli ko'rinyapti. 249 yuan ekan, narxiga yarasha ekan, do'stlar. 34 dollar bo'lar ekan. 10 dollar qo'shilsa 45 dollar. Menimcha o'zimiz bozorlarda 60 dollardan 100 dollargacha sotiladi shunaqa Skecherslar. O'zi aslida razmer to'g'ri kelsa, bemalol buyurtma qilib, zakaz berib kiysa bo'ladi. Mana bunga ham Made in Vietnam deb yozib qo'yibdi. Shuning uchun o'zimiz bozorlarda sotilayotgan narsalarga ham Made in Vietnam, Made in Pakistan, Made in Malayziya, Singapur deb yozib qo'ygan bo'lsa, hammasiga ham ishonch yo'q, lekin original narsalar juda ko'pi Xitoyda chiqadi. Mana buni ham Pindododa sotib olingan. Xitoy mahsuloti bo'lishi kerak, bu ham 100%. Lekin original, mana hamma narsasi original. Bu Skecherslarda kitobchasi bo'ladimi bilmayman, lekin mana shunday holatda yetib keldi original mahsulot.
Mana do'stlar, ushbu videomizdagi ko'rib turgan barcha mahsulotlaringizni Pinduoduo'dan zakaz qilganmiz. BTB Cargo bizga avtokargoda hamda aviakargoda mahsulotlarni yetkazib olib kelib berdi. Barcha buyurtma qilingan mahsulotlardan faqatgina bir donasi yetib kelmadi. Bu ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan sichqoncha edi, mishka. U nima uchun yetib kelmadi? Sotuvchi o'sha mahsulotni yubormadi. Shu muammo xolos. BTB Cargoda yoki boshqa muammo emas. Xitoydagi sotuvchi pulni oldi, lekin mahsulotni yubormadi. Biz bir hafta kutdik. Uni orqasidan sotuvchiga yozib, yana 10 kundan keyin mahsulotni atmen qildik. Atmen qilishimiz bilan pulimizni qaytarib oldik. Bu yerda mahsulotni yubormasa, sotuvchi pulga ham kuyib qo'yilmaydi. Faqat nazorat qilib turish kerak, yo'lga chiqdimi yoki yo'qmi. Siz ilovani yaxshilab o'rganib olsangiz, bu tomonlarni ham bemalol o'zingiz ko'rib, o'zingiz ajrata oladigan bo'lib ketasiz, sekin-sekin bo'lsa ham. Hozircha bizdagi ma'lumotlarimiz shu. Ushbu qisqa vaqt davomida sizga qandaydir foydali ma'lumot bera olgan bo'lsam, juda ham xursandman. Agar shu mahsulotlar qayerdan kelganligini, qanday sotib olinishini bilmayotgan bo'lsangiz, bundan avvalgi videoni ko'rishni maslahat beraman. Video opisaniyasida ham o'sha videoni silkasini qoldirib qo'yamiz. Savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Biz hammasini o'qiymiz va xudo xolisa hammasiga javob beramiz. Va Xitoydan qaysi kargodan foydalanib mahsulotlarni olib kelishni bilmay ikkilanib yurgan bo'lsangiz, hozircha BTB Cargodan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Mana biz sinab, ko'rsatib, mahsulotlar yetib kelganligini ham ko'rsatib, sizlarga o'zimiz xolis taklif qilmoqdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizda qolishda davom eting. Albatta, shu videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.